Oyijon, o'zim ham sizga uylanganmanmi, yo'q qizingizgami? O'zim ham bir xilda hayron qolaman. Kuyov, bu nima deganingiz? To'g'risida oyijon, har 2 kunni birida shu o'tasiz. Biram yoqmaysiz, jonga tegib ketdingiz o'zi. Voy kuyov, ey. Bu kuyov yov degancha bor-da, a? Biram tillaringiz shirinki. Chaqib olasiz, a? To'g'ri gap, tuqqanga yoqmas deyshadi. Nima ham derdi u? Shu faqat kirib o'rtamizga spanliga yotib olmaganingiz qoldi oyijon. Asabingizga tegish uchun ham kelaman. Bilasizmi? Shu jig'i biyron bo'lganingizda qizarib ketasiz-ku. Ana o'sha joylaringiz yoqadi deymanga. Xo'jayin, hamma narsangizni soldim. Safaringizga bemalol yaxshi ko'nglingiz xotirjam bo'lib borib kelavering. Agar senga ishonmaganimda shu firmaga seni direktor qilib qo'yarmidim. Yomon bir soddasiz-da. Siz bilmaysiz, orqangizdan buxgalter bilan direktor bo'lganimdan beri qancha pullaringiz cho'mchaga urildi, cho'mchaga, xo'jayin. Ulug'bek, sen ushmoqchi bo'lgan quyonni men ancha oldin hazm qilib bo'lganman. O'tgan hafta qaysi dokumentga qo'l qo'yganingni bilasanmi? Nima xo'jayin? Moliyaviy hujjatlarda, o'sha hujjatlarni qo'l qo'yganimdan beri narimanli pulni urdi-ku bizni. Men bekorga siryapmanmi? Mana shu firmaning hamma ishkal ishlari seni surpriz poylayapti. Omon bo'l. Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmat. Boylik eng ulug'